Apparat tekshirib ko'ramiz, tekshirib ko'ruvdi, qon fontan bo'lib otilib chiqib keldi. Gapiravering bemalol. Bemalol. Bunga men o'zi ishonmagandim. Boshida to'g'risi, keyin reklama deb tanish odam chiqib qoldi. Ani odzivida bo'ladi-yu. Keyin u odamning nomerini qidirib topib telefonlashdim. So'rasam, haqiqatdan men ko'p gapirmayman, olib ichib ko'rgan dedi. Keyin oldim, ichdim. Men iste'mol qilayotganimga где-то bir 20-25 kuncha bo'ldi. Hozir 20-25 kunda qanaqa o'zgarish bo'ldi? Qonimni to'g'risini aytaman, tekshirtirmadim, chunki o'zimda o'zgarish juda katta edi. O'zimda tetiklashganman, lanchmasman, muzlash kam bo'lgan, uyqularim yaxshi. Yo'q, hech qanaqa diyeta qilmayman. Ko'p narsada o'zgarish bo'ldi-da. Ishtaha, lekin tilimning rangi ham jigar ishlamagandan bo'ladi-yu, rangi g'alati bo'lib. Vrachga borganda jigar yaxshi ishlamayapti. Mana shuni ichdim, tilimning rangi ham o'ziga keldi. Ovqat yegandan ta'm bilmay turdim. Mana shuni ichgandan keyin o'zi ta'm bilishni boshladi. Shunaqa ishonchsizlik qilayotgan tengdoshlariga masalan nima deya olasiz o'zingiz? Men ham ishonmagandim. Reklama uchun emas, просто aytayotganim olib ichib ko'rsin bo'ldi. Masalan, men hozir sizlarga o'zim uchun tushib bera olmayman. Meni ham tanishlarim juda ko'p. Ertaga pali bo'lib menga telefon qiladi. Shunaqa? Mana shunaqa chiqibsan deb. So'raydi, o'zini fikrini nima deysan? Va o'shada bemalol qo'rqmasa, agar yolg'ondagi bo'lganda men hozir sizlarga bu yerda syomkaga tushib bermasdim.